Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet iman. Men bugun mushu gen o'zgartish texnikasi to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Yaqında Amerikaninki Portland shahriga joylashgan Oregon Health and Science University qarmog'idagi Kasey Eye Institute degan doktorxonada gendagi binormallik sababidan ko'zi qarg'u bo'lib qolgan bir odamninki kasalini gen o'zgartish texnikasi orqali davolash uchun bir operatsiya ep borgan. Bu dünyada mushu gen o'zgartish texnikasining insonlarda bo'ladigan gendagi binormallik sababidan kelib chiqqan kasallikni davolash uchun ilib borgan tunji qadami bo'lib, doktor bu gen o'zgartishda qo'llanilgan CRISPR texnikasini bu gendagi binormallik sababidan ko'z qarg'u bo'lib qolgan bir kasalni davolash uchun qo'llangan. Bu davolash jarayoni asosliqi shu bir soat davomlashgan operatsiya orqali ilib berilgan bo'lib, mushu gen o'zgartishda qo'llanilgan CRISPR suyuqliqi qachilangan inchki bir neychini operatsiya qilish orqali bu bemorninki ko'z orqasiga kirgizgan, ya'ni 3 tomcha shu suyuqlikni mush bemorninki ko'zninki orqa pardasiga temitib, bu bemorda bo'lgan mushu gendagi binormallikni o'zgartishga uringan. Hozir operatsiyaninki unimininki qandoq bo'lganligi noma'lum. Mutaxassislarning aytishicha, bu kasalninki saqaymaganligini, ya'ni bu davolashning unumini bilish uchun taxminan 1 oydak vaqt ketgan. Gen o'zgartish texnikasi deganimizda asosliqi shu genninki binormal, ya'ni kasal paydo qilgan shu qismini kesib elib o'tish yoki uning o'rniga normal bir genni kirgizishni ko'zda tutadi. Bu rasmda mushu gen o'zgartishninki jarayoni aniq ifodalangan, tasvirlangan bo'lib, sol tarafda ko'rayotganimizdek hujayraning ichidagi gen, ya'ni DNA, anandan keyin ikkinchi rasmdagi qizil qismi shu DNA'ninki binormal qismi yoki kesib elib o'tadigan qismi. Buningga mushu normal gen, ya'ni normal DNA biriktiradigan shu parcha bilan bu DNA'ni kesadigan enzimni qitish orqali bu DNA'da mavjud bo'lgan binormal qismini kesib o'tib, uning o'rniga ko'k yeshil ranglik bu yerdagi normal bo'lgan DNA'ni kirgizish, bu mushu DNA o'zgartish jarayoni rasm bilan ifodalagan bir jarayon bo'lib, amaliyotda bu gen o'zgartish jarayoni biz bu rasmda ko'rgandek aniq ko'rgili bo'ladigan bir jarayon emas. Gen o'zgartish texnikasi hozir qadar mushu insonlar orasida bo'lib, mutaxassislar orasida nihoyatda qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan bir masala. Hammamizning xabari bo'lgandek 2018-yil oxirida Xitoyda He Jiankui degan bir doktor to'ralminidagi genni o'zgartish orqali kelgusida AIDS kasalligiga giribtor bo'lmaydigan bir qo'shkezak bovoqni paydo qilganligini e'lon qilgandan keyin bu jihatda nihoyatda ko'p g'ulg'ula qo'zg'agan. Keyin xabarlarga asoslangan vaqtida u doktorni Xitoy hukumati tibobatdagi axloq fazilatga xiloflik qilgan degan jinoyat bilan qo'lga olgan. Endi bu bugungi bu xabar e'lon qilingandan keyinmi Amerikada mutaxassislar orasida bu mushu gen o'zgartishni qarg'u odamga qo'llanish
ishida nurg'un o'xshamagan ko'z qarashlar paydo bo'lgan. Ba'zilar qo'llasa, ba'zilar qarshi turgan. Qo'llaydiganlarninki asosliq sababi agar bu texnika pishib yetilib muvaffaqiyatli bo'lsa, buningdan keyin mushu gindagi binormallik sababidan kelib chiqqan nurg'un kasalliklarni davolashga yo'l ochidi deb qaragan bo'lsa, uningga qarshi turganlar bu ginni o'zgartish insonlarninki axloq fazilatiga uyg'un emas. Agar bu texnika pishib yetilib keng qo'llanilsa, yomon g'arazlik odamlar bu texnika orqali insonlarda o'zgartish paydo qilishi mumkin. Bu an'anaviy insoniy axloq fazilatga va tabiiy qonuniyatga uyg'un emas deb bu xil texnikaga o'zininki noroziligini, qarshiligini bildirib kelmoqda. Mayli buni qo'llaydiganlar bo'lsin, mayli uningga qarshi turadiganlar bo'lsin, har ikkilisining o'zguchliq asosi va deb qarayman. Chunki bu har qanday yaxshi ishninki yomon tarafi bo'lganga o'xshash. Agar u yaxshi qo'llanilmay, yomon tarafi qo'llanilsa, u insoniyatga baloyi ofat olib kelishi mumkin. Hamda bu bugungi bu operatsiyaninki xabari e'lon qilingandan keyin bu tibbiy sohada alohida g'ulg'ula qo'zg'ab, bir yilning oldidagi mushu HIVdan ya'ni AIDS kasalligidan saqlanadigan, geni o'zgartirilgan bola tug'ilgandan keyingi talash tortishga o'xshash bir qism talash tortishlarni qo'zg'agan. Buningki hamda unimininki qanday bo'lishi, oqibatining qanday bo'lishini yana bir oydan keyin uqimiz. Bugun sizlarga bu uchurni mushaygacha o'rtoqlashay. Agar buningdan keyin shuningga munosabatli yana yangi uchurlar bo'lsa, sizlar bilan o'rtoqlashib turaman. Aminglarninki diqqat berganinglarga rahmat. Kelaqtim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.